zo'r degan bunaqani bosib ketaverasizlar. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun Labo mashinasiga Turetskiy 700 grammlik qalin tentdan chiroyli qilib bortli tent o'rnatib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Bu bortli tentni men sizlarga qisqacha obzor qilib beraman va qancha xarajat ketgan narxini ham video oxirida aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlayverasizlar. Qani ketdik. Bu bortli tentimizda aytib o'tganimizdek 700 grammlik qalin tentdan bichib tikib berganmiz, akkuratni chiroyli qilib. Bu bortli tentimizning balandligi bortdan tepasi 1.20 va bort bilan 1.50 bo'ladi jigarlarim. Ahamiyat qarataverasizlar, juda chiroyli, akkuratni chiqqan. Choklarini ko'rishinglar mumkin. Juda sifatli. Bu bortli tentimizda asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, yem, xashak, qo'y, mol, qisqasi universal. Luboy yukni ortib ketaverasizlar va qishga chidamli, sovuqqa chidamli, issiqqa ham juda chidamli, yuqori sifat, katta kafolatimiz bor. O'rnatilgan tentimizni arzon variantlari ham bor, lekin bizda arzon mahsulot ishlatilmaydi. Va yana bir joyga ahamiyat qarataverasizlar, mana avtomobil bilan tentni ulashgan joyi. Ko'rishinglar mumkin, ochiq joyi yo'q, hech qayerga samariz qotirilmagan. Bir narsaga ahamiyat qaratinglar akalar. Samariz qotirmanglar. Ko'p joylarda ko'raman, mana shu yerda samariz bilan qotiradi va bu salon kuzoviga zarar yetkazadi. Kuzovni teshgan holda samariz bilan qotiradi. Endi orqa qismini ko'ramiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, ahamiyat qarataverasizlar. Lentali qilib berganmiz. Juda chiroyli chiqqan, akkuratni. Ochib ko'rsataman buni. Akalar, bu bortli tentimizda bizda ikki xil varianti bor. Xohlovchilarga yig'ma variant qilib beramiz. Xohlovchilarga mana shunaqa variant. Xohlovchilarga orqasini Isuzu'nikidek qilib ochiladigan tentli furgon ham qilib beramiz. Va kelasiz atiga 3 soat, 4 soat ichida mana shu bortli tentni biz sizlarga o'rnatib beramiz. O'zingiz vaqtingizni bir hafta, 10 kunlab yo'qotmagan holda, ishdan qolmagan holda kelsangiz, kalitni topshirasiz. 3 soat, 4 soat ichida chiroyli qilib, akkuratni qilib o'rnatib beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Orqasini Damaznikidek ochiladigan qilib berganmiz. Bu nasos silindri juda sifatli. Ichki qismiga kiradigan bo'lsak, bitta ahamiyat qarataverasizlar. Bu kuzovi qalin profillardan qilib berganmiz. 4x2 va yonlarini 4x4. Ichki qismi ham juda zid joylashgan. Ahamiyat qarataverasizlar. Juda sifatli, juda baquvvat. Xohlasangiz mana bolt gayka bilan qotirib berganmiz. Biror joyga svarka tegmagan. Sizga kerak bo'lmagan vaqtda shuni bolt gaykalarini yechib olib, bu tentni alohida olib qo'ysanglar bo'ladi. Poliga, yonlariga obshivka qilib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar. Polni obshivka bo'lgan. Pol qismi 1.2, yonlari va salon orqasini birlik tunikadan obshivka qilib berganmiz. Obshivka nima uchun qilinadi? Obshivka asosan yuk avtomobilingizni poli, bortlari, salon orqa qismini zanglashini, chirishini oldini olish uchun qilib beriladi va ko'rishinglar mumkin, juda baquvvat, taqar-tuqur, shaqar-shuqur degan ovozlar chiqmaydi. Buni tagiga bizning o'zimizning maxsus kley bor. Bizda hech qanaqa pukkak, unaqa narsalar qo'yilmaydi. Chunki buni tagiga pukkak qo'ysangiz, u erta ozgina suv kirsa ham reaksiyaga kirishib, bu avtomobilingizni polini chiritib yuborishi mumkin. Shuning uchun biz eng sifatli o'zimiz maxsus kleymizdan foydalangan holda yopishtirib beramiz. Ertaga o'zingiz xohlasangiz ham qo'parib ololmaysiz va hech qayerdan suv kirmaydi. Bunga ham katta kafolatimiz bor akalar. Ahamiyat qarataverasizlar ish kerakda. Jigarlarim, bu bortli tentimizning narxiga keladigan bo'lsak, mana shu ustiga qoplangan tent va kuzovi, mana ahamiyat qarataverasizlar. Kuzovi nasos silindri bilan nech pul deb o'ylaysizlar? Bu juda super narxda, bunaqa narxda hech qayerda topa olmaysizlar. Bu bortli tentimizning narxi 3,5 million so'm. Men gapimga javob beraman. O'zbekistonda biror joyda bunaqa narxga o'rnatib bermaydi va bunga bizda kafolati ham bor. Bu yozda ham, qishda ham sizga bir xil xizmat qilib beradi. Yomg'ir, qorda ham hech qanaqa muammosiz sizga chiroyli kamida 4 yil, 5 yil xizmat qilib beradi. Xudo xolasa, undan ham ko'p xizmat qilib beradi. Va obshivkaga keladigan bo'lsak, buni narxi alohida hisoblanadi. Mana shu polni obshivkamiz 1 million 700 ming so'm. Poli, uchta borti va salon orqasi. Jami bu mashinamizga ketgan xarajat 5 million 200 ming so'm.
3,5 million borti tent, 1 million 700 ming so'm tunuka apshifga. Jigarlarim, o'zingizni vaqtingizni yo'qotmang. Kelasiz 3 soat, 4 soat ichida shunaqa xohlasangiz yig'ma, xohlasangiz mana shunaqa to'rtburchak variant o'rnatib beramiz. 3 soat, 4 soat vaqt talab qiladi. Va jigarlarim, bizning korxonamiz 20 yillik ish tajribasiga ega va biz har qilib bergan ishimiz uchun katta kafolat beramiz. Siz akalar o'zingizni vaqtingizni kunlab o'g'irlamay, shunday olib 3 soat, 4 soat ichida mana shunaqa chiroyli qilib bortli tentni o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa bortli tent, tunuka qoplash, furgon, xolodilnik furgon o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar va musofirda yurgan akalarim, jon jigarlarim, sizlar uchun Telegram raqamlarini ham qoldiramiz. 24 ga 7 biz aloqada. Va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta poddershkani ayamay, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlayverasizlar. Barcha harakatlarimiz sizlar uchun. Sizni kutib qolamiz. Sog' salomat bo'ling. Avtofurgon to'g'ri tanlov.